Ko'pchilik haydovchilarimizning haqli e'tiroziga sabab bo'layotgan to'xtash taqiqlangan va to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilari endi ma'lum vaqtlardagina amal qilish mumkin. Boshqa vaqtda esa ushbu yo'l belgilari o'z ahamiyatini yo'qotadi. Xo'sh, bu o'zgarishlar tartibi qanday? Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Transport vositalaridan foydalanishda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2025-yil 15-mayda qabul qilingan 318-sonli qarorda ham aynan shu masalalarga alohida qayd etib o'tilgan. Yo'l qatnov qismida to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa, bu kechasi ham, kunduzi ham, qanaqa vaqtda bo'lishidan qat'iy nazar, demak yo'lovchi tushirish chiqarish 10 daqiqagacha to'xtash taqiqlanganligini bildiradi. Lekin kiritilayotgan o'zgarishlarda buni pastida albatta qo'shimcha axborot belgisi bo'lishi kerak. Demak, to'xtash taqiqlangan 8 dan 5:30 gacha, misol uchun. 8 dan 5:30 gacha to'xtash taqiqlangan, 5:30 dan keyin to'xtab yo'lovchi tushirib chiqarsa bo'lishini bildiradi. Agar yana eslatib o'taman, qo'shimcha axborot belgilari bo'lsa yoki bo'lmasa shunaqa yo'llarimiz borki, to'xtash taqiqlangan o'rniga to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgilari o'rnatilishi ham kerak bo'ladi. Buni farqli tomoni bu ham taqiqlovchi, bu ham taqiqlovchi, lekin bu yerda ta'sir doirasida to'xtash, ya'ni 10 daqiqagacha harakatsiz holatga keltirish, yo'lovchi tushirish chiqarishga ruxsat beriladi. 10 daqiqadan ko'p vaqtga to'xtab turish taqiqlanganligini bildiradi. Ayrim ko'chalarimizda, misol uchun maktab yoki bo'lmasa demak hayvonot bog'i ko'chalarida bayram kunlarida, shanba, yakshanba yoki bayram kunlaridagina tezlikni oshirmaslik kerak bo'ladi. Bunda albatta mana yuqoridagi qo'shimcha axborot belgilar bilan tanishish kerak bo'ladi. Buni albatta bilish kerak. Misol uchun mana amalda bor bo'lgan yo'l belgilarimizdan demak oyning juft kunlarida to'xtab turish taqiqlangan, oyning toq kunlarida to'xtab turish taqiqlangan degan belgilar. Agar bu yo'l belgilarimizni ko'chalarda ishlatiladigan bo'lsak, demak toq sana kunlarida to'xtab tursa ham qoidani buzmaydi. Yoki bu tomonda juft sanalarda to'xtab tursa, agar avtotransport vositasining qatnov qismini bir chekkasiga qo'yadigan bo'lsa, qoidani buzmagan hisoblanadi. Mana shu yo'l belgilari mukammal yo'l tuzilmasida o'rnatiladigan bo'lsa, demak shu yo'ldan barcha fuqarolar unumli foydalanishiga olib keladi. Shunga ko'ra, zaruriyat bo'lmagan joylarda o'rnatilgan va bu belgilar qayta demontaj qilinib, uning aniq amal qilish vaqtlarining ko'rsatuvi qo'shimcha axborot belgilari bilan to'ldiriladi.